Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz ilgirki derslerimizde nöbetdeki vaziyetimizni umumiy avval bir tahlil qilishimiz kerak. Yani har qanday bu to'g'risida so'z qilishdan yoki ish qilishdan ilgari avval masalani tushunishimiz kerak degan mazmun ustiga yig'inchoqlangan xulosa. Şununla iki namune ko'rsatib o'timiz oldingi qitimliq darsimizda bir namuna ko'rib o'tdik. Ya'ni har qanday bir harakat, har qanday bir mashru shu millat, shu rayon, shu davlatninki muqaddas naslarini marja qilgan va milliy meroslarini, ang saviyalarini, milliy madaniy meroslarini. Chunki bir millatning milliy madaniyat merosi muqaddas naslini shaklida emas, mana shu ikkisini bir nuqtaga kelgan. Buningdan boshlanadi. Ondan keyin beyan başlangandan keyin şu zamanida yaşayotgan zamanidagi bir qism ma'lumotlar o bir süzgüç hisobda qarorlarni o bir belgilaydi. Ondan keyin yaşayotgan zamandagi fikr sohiblari o'zining shu millatning muqaddas naslari, manba xarakterlik naslar, ya'ni kitoblar, Qur'on, hadis demakchi. Va zamonidagi ma'lumotlarga ko'ra fikr ishlab chiqaradi. Ya'ni bir ideya ishlab chiqaradi, ideya paydo qiladi. Bu ideyaga asosan yiroq musofirlik, uzun muddatlik planlar tuziladi. Strategik plan deyiladi buni. Undan keyin o strategik planning ichiga kirgandan keyin qisqa muddatlik planlar tuziladi. Undan keyin reallikda ijroga tushadi. İcraga tushgandan keyin yuqorqi 5 bosqichning hammasining ma'lum moslashmagan taraflari chiqadi. Moslashmagan taraflari deganimiz, masalan, diniy manba desak, Qur'on desak, bizning xatolangan tarafimiz chiqadi. Reallikqa amaliyotga tushgandan keyin qaytadan murojaat qilish to'g'ri keladi. Mufakkirlarning fikr sohiblarining fikrlarini voy deb nutq so'zlagan vaqtda alqishlab olgan fikrlari reallikqa uyg'un kelmaydi. Qaytadan murojaat qilish to'g'ri keladi. Tuzgan uzun muddatli planlarimizning ba'zisini o'zgartirish to'g'ri keladi. Qisqa muddatli planlarning ba'zi uslublarini o'zgartirish to'g'ri keladi. Shuning bilan yana boshdan qaytadan yana keladigan bir yana buni aylanish shaklida, davr shaklida 6 bosqich uzluksiz qanday o'tib degan bir shaklda bir o'rnak olgandik. Bu birinchi o'rnak. Bugünkü dersimiz en-nemuzec es-sani, ikinci örnek. Görüp bakaylı. İslami proje, İslami plan rehberlerinin ihtiyacı debge başlıdır. İza fehimna en-nemuzec es-sabiq fehmen ceyiden ve havalna en nenteqile li felsefetin nahda ev li meşru'un nahda fi asrinal hadis. Yani biz ilgirki nemuneni yaxshi tushungan vaqtimizda ve güllünüş felsefesiga yötkilayli yoki yeni zamanımızdaki güllünüş planıga yötkilayli deb uringan tirishgan vaqtimizda shunda bir savollarni so'rab qolamiz. Tövende biz duch keladigan savollar. Birincisi, bu güllünüş planidagi qaror sahiplarning, qaror chiqaruvchilarninki nima ish qilishi kerakligi. Bu bir sual. Hazır hem öyle soraydigan sualı şu. Ben hayatımda bekçe kuşrap kettim. Karar çıkarışla degan gapni men şu noktadan izahlayayım. Qanday bir çoğunluğun sorunu qo'ysak, bizden büyüklüğün sorunu qo'ysak, muhtaramlığın sorunu qo'ysak, soraydigan sual bugün nima ish qilsak bo'la. Bu sual soruladi qarindoshlar. Ko'pincha kishilarimizdan mushu sual oldiga tushadi va mushuning javobini olishga tirishamiz. Zaten bu her qanday bir qaror chiqarib ish qilaman degan odamga duch keladigan savol. Balkim sizlarni oldingizmi o'tdi bu savol. Ikkinchi savol: "Va mallazi yajibu ay yuzawwada bihi va yu'adda lahu haula as-sifatul muxtar." Yani mushu tanlangan bir bölük kişiler, mush planning icraçıları, yani planni yo'lga qo'yib, planlab ve icra kıldıgan, muşu tallanıgan, muşu bir top kişiler nim bilen
hazırlanış kerak. Yüzavvat degeni nim bilen hazırlanış. Asli zavvat degen gap alaqa ta'minledi, uzuq-tulukluk boldu degende bir ma'noda bu. Nim bilen hazırlanış kerak? Ve nime hazırlanış kerak bu iş için, bu plan için? Bilim ma'rifatlardan min ma'arif, yani ma'rifatlardan ve bilimlerden ki bu ma'rifat bilimler kişilerin umumisinin içinde bu planın ki tarqilish xizmeti, kengiyish ve qabul buluşu üçün şu planın ki işlep çıkargan rehberlik türü arqılıq nişanının amalga eshishiga kapolatlik qiladi. Endi demek çoğunu şu. Bir planın ki avamның içinde taqilishi bek muhim. Bizdeki en çok pasiflik ne bu desanlar? Yani avamның içinde aşı noktasını düşündürüp taqatmaslik, yani taqatışqa köngül bölmeslik. Bu bir bizdeki pasiflik. Yani muşu noktasını qanday qilish kerak? Nima bilan hazırlanish kerak? Nima hazırlıqlarni qilish kerak? Birisi avamның içinde keng taqilish kerak ve qabul bo'lish kerak. Qabul bo'lgan vaqtida andan keyin ma plan o'zining nishonlarini şu biz işlep çıkargan rehberlik, yetekleş türü arqılıq amalga oshiralaydi. Zaten nimish qilish kerak meselesi bek muhim. Hazır nurg'un ishlarni qilimiz-yu, avomning ichida qabul qildirolmaymiz. Qabul qildirmaslikqa eng sabab bo'lgan narsa, yani keng shaklda taqatmaslik. Men oldingi qatimliq videosida dedim. Elhamdülillah bizning silibizning manga yo'limizga to'g'ri deb ma'nolik biz. Mush yo'li xato adamlarmi, masalan, Xitoyga chaqliq. O'zining tashviqotlarini, yuzining tirisini eshakning tirisidan qilib qo'yib turib tashviqot qiladi endi. Ash qaylab turib yolg'aydi demdi. Qalab turib her doktor professorni sulab biz buni tarbiyalaymiz deydimdi. Muşumu bir gap hesapda ütüdü vaqti kelsa. Devese ras açtamı dolaya. Deydiğen bir gap çıkadigan gap. Bu ikinci sual. Üçüncü sual, mellezi tahtacuhu hadhihi'l qiyada. Yani muşu rehberlik İslami planını uğurlaş için nimaga ehtiyojliq? Yani ne yeterlilik nima bor? Belki bu suallarning hammaga biz asta kitobimizning oxiriga mang'ucha bir javob topishimiz mumkin. وللإجابة على هذه التساؤلات ننتقل إلى النموذج الثاني والذي يتكون من 5 مستويات. Biz bu suallara cevap veriş için ikinci namuna'ya yetkilimiz. Bu ikinci namuna 5 basqıçtan terkip tapıdı deydi. Birinci basqıç el-mustaval evvel tasavvurun vadihun ala mustaval felsefe vel bava'ith. Yani felsefi seviyedeki ve kozgatkuç seviyedeki roşan tasavvur oluş gerek. Ama felsefi deyen gap düşünemizler kardeşler. Mesele, ma'lum bir mesele pişip yetilip, aydınlaştırılıp bir ilimge aylanğan vakitte bu meseleni şu mesele noktasından felsefege aylandı değil. Mesela deyli. Güllünüş felsefesi deydi o. Oygunuş felsefesi. Mesela felsefetun nahda da koydu. Bunun degen gap dese yıkılgan millet degen yaman tez oygunudu. Yaman tez oygunudu. Bunda aval birisi nuquydu onu. Da küzünü açıdı. Andakin üzünü men nede dep oylaydı. Bunda qarasa bir yerde yetig'liq başqalar yugurab ketayotgan, elaqa janglarda aylanib ketgandek o'xshaydi bu. Da qopab başqalar bilan o'xshash menish uchun put qo'lda mag'du yo'q. Kiyimleri yırtık. Putuda ayağı yok. Astağınam putuğa ayak tepep, iki putuğa yuguraş üçün. Kiyim tepep, mağdurulaş üçün ançı-mançı bir narsa yep, başqalar bilan yugagidey holatga keladigan bir jarayon ne? Bilimleştirip, başqalarning oldida so'zlab oldiga qo'yalg'udek bir holatga akilish, bu şu iş, şu jarayon felsefeleşti, yani bilimleşti degan gap. Şu seviyede tasavvur roşan bo'lish kerak. Yani demekçi o'g'ini ishni ro'shanlashdi, aydınlashdi demekçi. Biz dedik ya qaysi kuni. Hozirgi biz bu namunani, bu ulguni nima uchun elavatimiz? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Biz gap qilishdan ilgari va ish qilishdan ilgari masalani bilish. Unda o'g'andan keyin birinchi bosqichda
ro'shan tasavvurga ega bo'lish kerak. Yana takrorlasam, yana ko'ni gap shu. Men hamma gapni qaytadan takrorlab o'tmay, ammo bir qiz gap bilan ifodalay. Oladigan birinchi qadamdan tortib, eng oxiridagi nishongacha bo'lgan orliq ro'shan kallamizda iniq bo'lish kerak demakchi. Plan nuqtasini iniq bo'lish kerak. Tabiiyki, uslub, ijro jihatda nurg'un o'zgarishlarning bo'lishi aniq, ammo plan nuqtasidan iniq bo'lish kerak. Inna awwala qadiyatin ra'isa yahtaju ilayha al-amil fi mashru'in nahda. Ya'ni mushu gullanish planidagi xizmat qilayotgan kishi, planida xizmat qilayotgan kishi ehtiyojli rais masalaning tunjisi, asosiy masalaning tunjisi va Barg'oth Abdul Aziz Muborak o'zininki Al-Manhajun Nabaviy va Taghyir al-Hadari degan kitobida tuvandagidek tunishtirgan tunji masala, nima tunishtirgan? Bu bir muballigh bo'lib yetkazuvchi bo'lib hadarat da'vatininki g'amini ko'tarib mangdi. Bu hadarat da'vati, hadarat chaqiriqi o'zining asli prinsip qoidalarida va manhajida islom tavhid manbalaridan edilib chiqadi deb mana shaklda tunishtirgan masalaninki tunjisi nima desa, inna awwala qadiyatin ra'isatin, innaning ismi bo'lsa ayyakuna ladayhi, innaning nimasi xabar qarindoshlar. Ya'ni gullanish planidagi planda xizmat qilayotgan odam ehtiyojli bo'lgan tunji asosiy masalalardan birisi shu kishining qishda xizmat qilayotgan odamning qishida nima bo'lishi kerak? Tasavvur bo'lishi kerak. Falsafa saviyasida va qo'zg'atqich bilan turtkilik saviyadagi har doim maydaki bavoid degan gap nima degan gap desanglar, men birinchi qadamdagi ishni qildim. Qilgandan keyin endi nima ish qilamiz deb boshini tutib o'tiradigan gap bo'lmaydi deydi bavoid degan. Yani kallamda tasavvur iniqki mening mangadigan mushu musofamdagi 10 basqich hammasi ro'shan, 10 bekat hammasi ro'shan. Birinchi ishim tugudi, ikkilanmay ikkinchi ishimga qadam ola olayman. Ikkinchi ishim tugudi, ikkilanmay uchinchi ishimga qadam ola olayman. Masaviyat demakchi, falsafa saviyasi va qo'zg'atqich saviyasiga men mana tushundim. Ya'ni bilimlashgan muayyan bir tasavvurga ega, xaritaga ega va birinchi qadamni qilgandan keyin ikkinchi qadamni normal ola oladigan, ikkinchi qadamni qilgandan keyin uchinchi qadamni normal ola oladigan. Ya'ni har qadam tugaganda shu natija bizni yana bir qadamga intiltiradigan, ittiradigan mush saviyada bir tasavvur bo'lishi kerak. Ammo ko'zni tanib qo'yib kirish baxatarlik bu ishga. Ham bizningki hozirgi navbatdagi ahvolimizda men to'liq mush jamiyatda biraz yuqori saviyada yoki yuqori saviyada bo'lsa, ish qilib jamiyatda mush sohada xizmat qilyapmiz deganlar bilan ancha-muncha suhbat qilib qolaman. Bizga eng chong masala nima desa, bir ish qilsak bo'ldi degan savol. Anikin tamam o zaman bir ish qilli, nima ish qilamiz desa, shu so'rinda yoki shunga o'xshagan necha 10 so'rinda buning javobi chiqmaydi. Nima ish qilishdan? Ya'ni bir planga kirib ikkinchi, uchinchi qadamlarni ololmaslikqa u yoqda tursin, bir planga kirib olmayotimiz, jiqlarimiz-chi. Bu plan boshlangandan keyin birinchi qadam, ikkinchi qadam, uchinchi qadam shu paytda agar ijro qilinsa, har qadam bizni yana bir qadamga mangadigan. Shunda birinchi qadamni tugatsak, avtomatik holatda o'zimizni ikkinchi qadamda kiradigan. Ikkinchi qadamni ijro qilib tugatsak, o'zimizni uchinchi qadamda kiradigan ma shaklda bir tasavvur bo'lish kerak. Agar mush tasavvurga sahib bo'lmay turib, bir plan sifatida bir ishga kirishish baxatarlik. Tamam, bu planga sahib emas. Jim o'tiramdiq yo'q. Qo'limizdan kelgan yaxshi deb qaragan ishlarni qanday qilamiz, ammo uni plan sifatida emas, shaxsiy olarak qilamiz. Uning natijasini o kadar güzel kutmaymiz. Fakat Allah'tan savab ümit qilib turib qilamiz ham chiqishlarni. Tabiiyki plan deganmi Allah'tan savab ümit qilib turib qildigan ish, ammo mana bir ish var qilib, men bir gapni deb qo'yaychi. Bu plan yomon xatarlik plan. Chunki bu planni shunda birinchi qadamdan boshlagandan keyin lamba sistemlashadi. Buning nurg'un adam bog'lanadi. Balkim bu yo'lning o'ttirida düşmanlarninki eg'ir suiqastlariga uchrashi mumkinki, bugungi zamonimizda terrorist to'p qilishimiz mumkin. Ayda aytlaydimda dushman adamni to'xtatish uchun har xil qalpoqlarni ko'gizidi. Va buni to'xtatish uchun, bu planni buzish uchun butun kuchni ishga solishi mumkin. Natijada
bütün planga qatnaşqanlarning hammasi asosan dunyoda eng zen tatqan elaqi munaqshatqa vaqtda mag'lub bo'lishi mumkin. Nima uchun bu yerda biz ro'shan tasavvur bo'lishi kerak desa, ash mag'lub bo'lmaslik uchun. Ergashganlarning hammasining ziyon tortib ketmaslik uchun. Siyosat mashtanasi, siyosatning boshida mangan odam qilchilik bir sahvallik o'tkazsa, keyniga ergashgan necha 10 ming odamning hayoti bilan o'ynashgan bo'ladi. Oddiy gap emas. Shu plan o kadar güzel tuzulsun ki A, B, C, C şekilde tuzulsun. Her katlam güzel şekilde tuzulsun. Düşman hücumu kılıp birinci katlamını hücum kılıp yıkıtsa ikinci katlamını tapanmasın. Yani demek ki onun bir güzel bir sistemi tuzulsun demek ki. Onun tafsilatı öz nöbetinde ve öz sahasındaki kişiler bilen burada da. Lakin maçta nezriye cihetten bir nesne böyle ödeşmek gerek ki plan roşan buluş gerek. Mesela ben bir şey kelgan vaqt bir narsani men pek tafsiliy bilib ketmayman, ammo mening bilitgan nuqtani deb biray. Men Ixvanul Musliminning bilan ancha-muncha qilyapman sizlarga. Chunki hozirga qadar bunda mag'lub bo'lsa-mu, o'zining mavjudligini saqlagan bir sistem. Ixvanul Muslimning bunda bir sistemlari bor. Ularning og'izlaridan jiq chiqib turadi. Bular 3 sistemda. Birisi Misr sistemi. Yani Mısır'daki İhvanul Muslimin tori. İkincisi xalqaroliq İhvanul Muslimin tori. Mana tushundinglar mı? Ondan keyin İhvanul Musliminninki murshid deb qo'ydi. Birinchi qo'l boshlig'i ikkalisiga vakillik qiladi. Misr sistemisiga va xalqarodagi İhvanul Muslimin tashkilotining sistemisiga. Ondan keyin buning oldiga chiqadigan bir qatlam kadrları var. Eğer bu katlam kadrları şunda nimaga uchrab ketsa, ziyon zahmat uchrab, masalan bu qatimqida qo'l qilinib ketsa, avtomatik holatda ikkinchi qatlam burunda maxfiy yurgan, o'rtaga chiqmagan bir kadrlar oldu. Bular ishga tushdi. Ta xeymi xatar o'tganga qadar maxfiy shaklda ishga tushdi. Xeymi xatar o'tgandan keyin oshkorlab o'zini o'tirg'i chiqardi. Ya'ni bir cho'kmaydigan sistema, yiqilmaydigan, buzilmaydigan sistema. Shunga masalan qarasanglar, Mısır'dakidek patparaqçılıqda o kadar qirg'inchilikda jaqadamlarni qirg'iyapti. Necha yuz ming, balkim necha million odam turmadi-tu balkim. Yine bularninki dunyoning har qaysi joylarida normal siyosiy xizmatlari normal, televiziya stansiyaları normal, tor bekatlari normal aqallisi. Ondan keyin bunu taraf qilsa urunlashtiradigan u boshlari normal. Yeni bir sistem cho'kmagan shaklda ma'ni degan gap. Men ma nuqtadan da'vatman demakchi. ويدخل في جملة ذلك تصور متكامل للإسلام. Ve şunun tehtik elmiyede bir mühim noktadan birisi var. Bayın tasavvurun şamil dedik ya, biz vazih dedik ya. Bir planның şunda beşini kiyip ayakka çıkıp poğuçu boğan arlıqta düşman bizge kural arkalıkla hücum kılmaydı. Kanda hücum kıldıysanız özümüzün tiliyle hücum kılıyordu ki dini noktada oturup. Kana dini noktada oturup hücum kılıyordu. Senin maaşın şeriatki hata, senin maaşın şeriatki hata deyip şeriatki hatalıkını kösetken tillavle hücum kılıyordu bizge. Müslümanlığını bizden kaçırış için, mesela şu planından kaçırış için, Müslümanlığını yergendiriş için. Bunun için kana kılış dese, bu planın işbeşidekiler ve bu planda hizmet kıldıqanlar dinning her taraflarına, muş planның her taraflarına bağlış gerek. Bağlış gerek deganimiz dinni avval to'g'ri tushunish kerak va bu planni to'g'ri tushunish kerak ki bu planның her qadamining dinga uyg'un keladiganligini avval kallasga ekavelish kerak. Delilleri bilan boshqalar dini chapanni kirib olib, dini qiyofatga kirib olib, agar buni hujum qilib qolsa, javob beradigan holati bo'lish kerak ki va yadkhulu fi jumlati zalik. Şunun tahtiga, şunun qatoriga dinning mukammal bir tasavvuri ham kirish kerak Allohga deydi. Qanday qilmasdan, parchalatmasdan va mumazzaq, mujazzat ikkilisi parchalanmasdan degan gap yani. Çoqum dinning mukammal bir shaklini sen qilmoqchi bo'lgan mush planga sala olishing keraksan. Har bir nuqtaga bog'lanish kerak, delillar bilan Allohga muayyan bo'lish kerak. Birisi kelib sakalını uzun koyup, selleni kiyip, dini kıyafette gelip, sana hücum kılmakçı olsa, reddiye kaytırılığıdek bir işençilen, delillen, Kur'an hadisinin asasın güçlük bir şekilde ortaya çıkışın gerek. Manda tasavvurlan demekçi. Tarihten de dikkat kılsanlar, bu ama ötmüş yılda kanda okumayım ama ahirki yüzyılının yüz bergen vakaliklerinin aldığı şuna qarasanlar, köpünç vakitte meyli garip başlık düşmanlar yoki Xitoy başlık düşmanlar Müslümanlarını yenilmegen vaqtda nima ishildi desanlar, Müslüman siman ig'izda islom deydigan
Kur'an hadistin sözlegen kıyafetki kirvagan kişilerini karşı şekilde işletildi. Bu İslam dünyası karşısında misalları, görünüşleri yaman cık onun misalları çok. Yani tasavvurun vahid. Bir tasavvur oluş gerek ki İslam'ni ma'lum bir planda mücessemleşiş gerek. Rü'ya degeni uzun müddetlik plan. Ve ev fi idrakın vadih. Roşan bir idrakta mücessemleşiş gerek. Okşumagan tarafları üçün. Li ebadihil muhtelife. Demek İslam ne? Sen şu plan bilen birleştirişin gerek. Planının her kademlerine İslam'ın talimatları, Kur'an, hadisin talimatlarından delil tepişin gerek. Çemberçes bağlışın gerek ki birisi gelip hatta din namıdın mısın, ne kılanmısın, acırtan mısın? Gibim uygun emezme kardeşler. Bizge kural arkalı hücum kılıp bizni yoktanmağa vakitte üzümüzninki dindaş, üzümüzninki tıldaş adamlarının kıyafeti de bizni yok kılıdı. Yani dini noktadan durup yok kılıdı. Man inik bilişanlık gerek kardeşler. Ve lealle muhavelet. Manda bizge dini noktadan durup hücum kılışta nokul üzerinin casuslarını işik salamaslığı mümkün. Ama aramızdaki üze kattığımda dindar ama aklı boşrak adamlığını işik seleş şulağa bazı bir fırsatını yaratıp biriş arakalık ama işte bir kanda kılıdı, hücum kılıdı. Mesela bunun tipik misali ben Tunus ile Mısır'da göreklikçi. Muhammed Mursi hakimiyet üstüge çıkan vakitte Mursi'nin aldığı tebliğ kılgılı kegedeminin hadisavı yok. Hatta ben videolarını inek özgüzen bilen kögen. Mursi ulanın ait kızgın karşılayan ehli ilmide. Kelip Mursi'nin aldığı kelip ittaqillaha fi Mısr, ittaqillaha fi şa'bi Mısr deb tebliğ ketkedemle kin şu vaqtda Mursi'ni şeriatni tatbiq qilmadi deb tasqagan kapırga chiqayotgan adamlar kin zalim Sisi chiqqan vaqtda zalim Sisiga itoat qilish, veliyul amriga itoat qilish vojib degan gaplarni biz iniqma ko'zimiz bilan, quloqimiz bilan anglab shu maydonda, shu muhitda bir davrini beşimizdan o'tkazdik. Ya'ni bizning ahvolimiz bek bir xarab u jihatda. Tunusda mu shunday bo'ldi. Tunusda şu hareketin nahdana adamlar, yani Müslümanlar demekçi, İslamçılar hükümetke çıkıptı, namaş kaynap ketdi. Nim deb şeriatni tatbiq qilmamsa deb. Mesela gap nayt to'g'ri adam qanaqa qilolmaydi, inkor qilolmaydigan gap. Şeriatni tatbiqlash zodi bizning zodi maqsadimiz. Endi bugun teknokrat depelaqi ilmani şekilde hükümet kuruluptu. Hech qaysinin bexiz gapi yo'q. Hammasi shashqanda bo'lib ketdi bu odamlar-chi. Ya'ni masala u bir xil nima deymiz endi? Mesela belki tushundirmoqchi bo'lgan bir inchki nokta var. Biraz ma planning ichida manganlar, bu planda xizmat qildiganlar, bu planni oxiriga chiqarib deydiganlar qilmoqchi va qilayotgan har ishlariga dindan aniq bir dalil faktlar asosida qilish kerakki, ikkinchi bir odamninki din nomidagi gapi ularni tavtib qo'ymaslik kerak. Rasmuya, ashtamuya deydigan bir nokta shakllanmaslik kerak qarindoshlar. ولعل محاولة سعيد هوا في كتاب الإسلام تقدم نموذجا لوضع صورة متكاملة للإسلام. Yani Said Hava'nın ki El-İslam diyen kitabındaki tirişçallığı İslam'ın mükemmel bir şeklini belgileştiren bir namuneni bizge sunalishi mümkün. Gerçi en yaxşı olmasımış her halda yaxşı sunudu. Aş kitabını bir okuş gerek. Abdurrahman tavsiye yaptığı. Lakin insan yeterlik, ene hasbel mer'e, insan yeterlik ki özünün tarihi minutları da, tarihi ve zamanı da özü imkaniyet yer bergenini başkalığa sunuş insan yeterlik. Yani Said Hava tuluk ifadeleyenmesi mi ama güzel bir örnek vergen Said Hava'nın kılalığını şunçilik Allah rahmet kılsın demek için. Ve yumkin idafetul kethir ala ma ketebehu el Ustaz Said Hava aleyhi rahmetullah. Allah rahmet kılsın. Ustaz Said Hava yazgan mezmunlarga nurgun mezmunlarla kurşuluşu mümkün. Lakin Ustaz Said Hava'nın bu tirişçallığı enne hadihil muhavele bu tirişçallığı Allah'ı bir tirişçallığı hesaplanıdı. Ve in kunna naqul gerçi bu tirişçallığa nurgun nesile ve nurgun işler kem desek mi? Lakin Allah'ı tirişçallığı. Okupak gerek. Ve yedhul fi hadihil felsefe. Bu felsefenin içine tedqiqat temisi hakkında, bahs temisi hakkında roşan tasavvurlar kirdi.
O olsa mı bizning tadqiqotimiz qaysi bu kitobda nahlat, ya'ni gullanish o'rnidan dast turish. Ve bu güllenişki münasebetlik insanlık tecrübesi, tadqiqotlari ve aktif kanuniyetlerini bayqash ve onu xulaslash, bu aktif kanuniyetler pek muhim. Çünkü dünyada bir kanuniyet var qarindoshlar. Vel arda vada'aha ve vada'al mizan. Ve vada'al mizan. Allah dünyada bir kanuniyet yaratgan. Her daim bizning Qur'onda boshqalarga qarashqa undaydi ya Qur'on. Qarab baqinglar, siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin deganga o'xshash. Buning hammasi nima bo'lsa, insoniyat dunyosi yuz bergan masalalarni tahlil qilish orqali qonuniyat zoti nima? Qanday g'alaba qiladi inson, qanday mag'lub bo'ladi, qanday halok bo'ladi. Bu nuqtalarni bayqab chiqish kerak. İstikshaf degan shu. Shu darajadaki bihays takun hiyal manaratul kubra, bu qonuniyatlar bizning cho'ng bir munolarimiz bo'ladi, munolarimiz bo'ladi ve asosiy munolarimiz bo'ladi ki şunun etrafında şu plan ve icradan kin çögüleydi dedi. Yani şundan kin plan ve icra şunun etrafında çögüleydi. Biz plan tüzmekçi olsak mı şu kanuniyet asası tüzümüz, icra qilmoqchi olsak mı şu kanuniyet asasida qana qilamiz, icra qilamiz qarindoshlar. Bu qonuniyat degan gap bizda bek az tushuniladi yoki hozir qadar bek ko'p tilga ilinmoqliq. Mush to'g'risida biroz ko'proq material o'qib bermak lozim qarindoshlar. Bek muhim nuqtalar. Qonuniyat degan nima o? Tushunamizlar qarindoshlar? Dunyoning qonuniyati degan nima o? Dunyoning qonuniyati nima qarindoshlar? Tushundiğinizlar oddiy gaplarni yozib baqinglar. Ben en addi tillen bir çöndürüp bakayım. Bir kız. Bek addi tillen. Bunun yukarı tarafını düşünelisizler. Dünyanın kanuniyeti şu ki tümür kesidir. Allah tümürü kesiş iktidarını vergen. Şu başka kural yazmakçı olsak tümürünü yasayımız yağaçtan emez. Kılıç yazmakçı olsak tümürünü yasayımız yağaçtan emez. Kanuniyet bu. Canlarımızda hazırlanmakçı olsak, kural yaratmakçı olsak, yağaçını yasamayız demişka. Allah'ın kanuniyeti şu ki tümür kesidir. Şuna mı ya? Kanuniyet şu ki soğuk adamını tongdurdu, ıssık adamını köydürdü. Eğer soğuk yerge uğruş kılmakçı olsak, askerlerge ıssık saklaydıgan kiyimlerini hazırlayımız. Issiq yerge uğruş kılmakçı olsak, özü yengil askerlerge cepha kemeydigan. Bu addi gapni qildim ben hazır, addi. Muşu tertip boyunca meseleni yoğuntup apasanlar, dünyanın hemmesi tüketik bir kanuniyetlik neyse. Dünyanın hemmesi kanuniyet. Kanuniyetke uymusan, kanuniyetka maslaşmısan, haqqanca taqavlap ket. Hatta senin aranda sen bilen bile cenge çıkan şu kuşunun arasında peygamber olsun, mağlubiyet sana yüzlerken arası. Uhud uruşu bunun tipik misali. Resulullah'ın ki uruş tedbirlerini aldın ala elişlere, uruştan ilgili məsləhət qilişlere, Medine'den çıkımız mı, kalımız mı deyişlere, çarlıqçılarını on tişlere, Medine'nin bütün kiriş çıkış ağızını kamal qilişlerini tatip, hemmesi Allah bu təbiyyətdə bu dünyada qoyğan bir ölçəm. Muşu ölçəmini düşənməsən, muşu kanuniyetini düşənməsən, muşu sünənini düşənməsən ve bunun uygun hərəkət qılmasan, məğlub bağının şu. Hiç qanday narsaga uygulamay turib Allah bizga yordam berdi desang o'tmaydi u gap. Chunki Allah bizga yordam berdi-ning oldida in tansurullah degan bir shart bor. Sen in tansurullahni qilmasang yansurukum ijro olmaydi. Yani reallik, amaliy reallikqa favqulodda qarash kerak. Ve yadkhulu fi zalik ve şunun ichiga ham aqliy idrokat sohasini kengaytirish mumkin bo'lgan narsalar hammasi kiradi. Ya'ni aqlni eng yuqori chekka yetkazib ishlatish kerak. Aql ishlamaslik bizdagi bir cho'ng kamchiliklardan birisi. Kamadhal vodih, ya'ni siyoset ilmi, iqtisod ilmi ve coğrafilik siyaset ilmi ve cemiyetşünaslık, tarih felsefesi, siyasi söhbet, stratejilik planlash qatorliq muşlarning hammasiga ro'shan bir kirish ishki sufati bilan aql idrokat sohasini kengaytirish mumkin bo'ladigan doirada qana qilishga kengaytirish kerak. Muşlarning hammasi mushun tahtiga qana qiladi, kiradi qarindoshlar.
kullu hadihil ulum, bu bilimlerin hemmesi aqli hulumuzni, aqli hulni bir güllüniş karakterlik qilg'uchiga qiladigan güllüniş karakterlik ish olib borg'uchidagi aqli hulni, aqli bazini reallik meseleleri bilen muamele qilishga texmi bekroq qodir qiladi. Yani aql oshgan siri insonda yuqori deyilgandek siyosatga nisbatan aql idrokati eshib, siyosat bilimi bo'lsa, iqtisod bilimi bo'lsa, coğrafiyalik siyosat bilimi bo'lsa, ilmul ijtimo, sosyoloji deydigan turklar, ya'ni jamiyatshunaslik bo'lsa, tarix felsefesini bilse, siyasi suhbatning uslublarini bilse, tarixda Uyg'urlar ko'pincha vaqtda jang maydonida yanıltgan bir suhbat tafovutli siyasi deb qo'ydi. Shu turklar masası deb qo'ydi ya, akada ketkizib qo'ydi yani. Suhbatni ketkizib qo'ydi. Masalan, Nanjingdagi Muhammed İmam Buxoroninki qilgan suhbatidan tatib, bizning tarixdagi rahbarlarimizning suhbatida ko'pincha vaqtda ketkizib qo'yaqliq yani. Strategilik planlash mush nuqtalarning hammasi mushu gülünüş karakterlik ish qilg'uchi lil fa'il nahdawi degan qilg'uchininki aqli hulini reallik meseleleri bilan texmo qodir bir şekilde muamele qiladigan holatga olib keladi. Mush nuqtalar hammasi insonda yetarlik bo'lmaganida, uning nazar doirasi mush nuqtalarda kengir bo'lmaganida reallik bilan muvofiq bir şekilde qanaqlanmaydi, muamele qilinmaydi. Ve kullama intakasa şey'un min hadihil ulum, bu bilimlerden bir narsa kam bo'lsa insonda, kam bo'lsa, ve kullama kanat al ahkam ala al ashya lahiqan adhaf, narsalarga hukm qilish ojiz bo'ladi. İqtisod jihatda biliming shunda kam bo'lib qolsa, sening dushman bilan iqtisodiy qiladigan jangda pasportni o'chiysan. Coğrafiyalik siyasette bilimin kem bolsa, tabii ki nurgun yani ketkizib qo'ysa. Ve başka bilimler mi şunun qatarıdan birisi. Demek müşta bir mesele qarindoshlar. Ve ahyanan ba'zida güllünüş planı qattiq xatarga duchor bo'ladi agar mushahatda sening saviyang, safaring kam bo'lsa. Am bir nuqtani men azar izohlab qo'yay. Bir adamda yuqori deyilgan siyosat, iqtisod, geopolitik mesela, ilmul ijtimo, felsefe, tarix hammasi olmasligi mumkin. Ama bugun dunyo qanday holat keldi desanglar, rahbarlik bir adamning qo'lida emas, bir necha mingning qo'lida bo'lib qoldi. Masalan, bir planningki rahbarlik qatlami en az necha yuz adamdan tarkib topadi. Necha yuz adam degani hammasi rahbar deganlik emas. Noktalık asasi rehberler bir qancha olsa ama onun atrafında Türkçe mustaşar deb qo'ydi ya. Aql ambalari ko'p bo'ladi. Shu aql ambalaridan hammasida mush noktalar bo'lish kerak. Yuqori deganday kuchli siyosatchilar bo'lish kerak. Ki qaror chiqarilgan vaqtda siyosat oldin qo'yilib qo'yilishi kerak. Iqtisod oldin qo'yilib qo'yilishi kerak. Yani dushmanga hech qanday bir jihatda ojizlik nuqtasini qoldirmaslik kerak. Bunun için kuchli aql ambalari tashkillanishi kerak qarindoshlar. Ama burungi zamondagidek bir adam boshliq o'tgan, bir adam amirulab o'tgan, bir adam podshohlik qilganda shu adam kastisi kesitgan, tikitgan, so'kitgan, u jahon ketib qoldi hozir. Yaman ko'p aql ambalari birlashib turib, bir minga aylanib, iyerdan chiqqan qara ijro qilinayotgan, hech qanday jihatda dushmanga yuz qo'ymaydigan bir holat. Dushman ashtoqlab bo'ldi hozir. Eğer biz yani şu 14. əsrdekidek bir halatda düşmenge barımız desek bital mingtal minga her göz doğru kelmeydi. Sanırım olsun bizning Şarkı Türkistan'daki Uygurlarga yürgüzilayotgan siyaseti nimishqa Xitoyga o kadar foydali qiladi her siyaseti desa biz his qilmagan bilan shu Beijingda o'tirib maxsus bizni tadqiq qiladigan balkim necha yuz paynak boshli bor. Bizning psixikimizni tadqiq qiladi, bizning diniy olimlarimizni tadqiq qiladi, tijoratchilarimizni tadqiq qiladi, har ziyolilarimizni tadqiq qiladi. Hammani tadqiq qilib, ma'noga bunda muomala qilish kerak, ma'noga bunda muomala qilish kerak, ma tipni qo'qitib turish kerak, ma tipni pullan joylanadi, ma'lum pulga joylanmaydi deb hammani tadqiq qilib, pullan joylandiganga pulni beradi. Azroq amal huquqidan joylandiganlarga amal huquq berib ularni tinchiq turadi.
Hech narsa o'tmaydiganlarga bulug'uş azroq qattiq qo'llaqimizga qolmay deb turmaga kirdi. Hammasiga go'zal muomala qilganlik. Amaliyotda hammalarni dushman bildiganlikqa mushqitim chiqdi o'rtaga. Ko'danglish 2016dan keyin hozir qadar mollani demedi, ziyolini demedi, tijoratchi demedi, dehqon demedi, hatta kadr saqchilardan tortib, mav kadrni ma saqchi deb o'ttamidi. Hammalarni bir qatorda betaraf qildi. Ammo uning oldida hammalarga o'ziga yarasha muomala qilib joylab keldi bizni. Gap anglamaydiganlari molla chiqdi. Bularni asosan sulab betaraf qildi. Ba'zileri pul bilan betaraf bo'ldi, ba'zileri huquq masala bilan betaraf bo'ldi. Ashtalab hammani o'ziga yarasha betaraf qilib keliglik. Ya'ni bu nima desanglar, bekallardan chiqadigan gap emas. Bizni tadqiq qiladigan, har nuqtadan tadqiq qiladigan necha 10 kalla. Hatto bizning royalarimizninki o'xshamasligiga qarab odamlarimizning mijozi o'xshamaydi emasmi? Masalan deyli, shimolning odamlari bilan janubning odamlarining psixikasi o'xshamaydi. Janubning odamlaridanmi masalan Korla, Aqsu, Atosh, Qashqa, Xotan rayon o'xshamasligiga qarab turib odamning mijozida ma'lum o'xshamaslik qiladi. Chunki bu Allohning ashtabi insondagi yaratishi va muxtalifan alwanuhu minan nas va minan nasi muxtalifan alwanuhu oyatning shaklima va minan nasi muxtalifan alwanuhu ki insonni Alloh har xil yaratdi. Bu Allohningki insondagi bir beyishninki har bir jihatdagi fikr beyishi, muhitning beyishi, medeniyetning beyishining bir asosiy shaklda Allohning insonga bergan ne'mati. Mushu farqlarni ma'ta tadqiq qilaylikki, har yana odamlarga har xil muomala qilaylik. Har yana odamlarga har xil. Bu bir yomon cho'nkallardan tashkillangan bir nima bu aqlon biri. Endi biz aslında bir düşmanga qarshi turishda mana bir aql amrini qurib chiqish, yuqorida deyilgandek sohalarda ma'lum bir asosga ega bo'lish, idrok aqli sohayimizni ay yuwasi'a mushabzasdan bashadiki kullu ma yumkin ay yuwasi'a masahat al-idrak al-aqli degani aqli idrokatimizning sohasini qanchalik kengaytsak bo'ladi, taytishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki biz yuqori degandek, kema aslafna bir narsaga hukm qilish, u narsani bilishning bir tarmoqi. Biz bir narsaga hukm qilishdan avval tafsili bilishimiz kerak. Bu ishga qadam qo'yishdan ilgari buni bilishimiz kerak, qarindoshlar. Idan demak, nahda sohasida xizmat qiladigan odam, gullanish sohasida millatni uyg'otman desa, bu sohada xizmat qiladigan odamning qashida yakuna ladayhi güzel, yaxshi bir tasavvur bo'lish kerak. Nima desa, naslarning saviyasindagi Qur'on hadisning uyg'unlanishini, naslar saviyasidagi shu Qur'on hadisini rahat bilish kerak. Biz davr bilimlarining saviyasini rahat bilish kerak. Gullanish qonuniyatlarining saviyasini rahat bilish kerak va undan keyin yastati' ay yakun ay yukawwin shundan keyin güzel bir boshlanishni shakllantira oladi. Kuchlik, qattiq bir hul shakllantira oladi va shu huldan, ya shu boshlanishdan qolgan bosqichlarga, qolgan saviyalarga mang'alaydi. Bu birinchi saviya qarindoshlar. Bir qarindishimiz bir odamning og'ziga qarab tursa qolmaydi ekanda, debdi. Bir odamning og'ziga qarab tursa qolmaydi deb cheshlang'iliq bo'lmaydi. Men demoqchi bo'lgan nuqtam bu. Bir odamning og'ziga qaramaslik masalasi emas. Bir kuchlik aql bir shakllanish kerak. Ko'p kalladan, ko'p saviyadan, ko'p xil sohadan tashkillangan bir aql amrilar bo'lish kerak. Va sog'lom bo'lish kerakki, bu aql amri dushmanga yo'chiq chiqarib asla bo'lmaydi. Buning uchun yomon tirishish kerak qarindoshlar. Men bir narsani dey. Dersimiz oxiriga kelib qoldi, vaqtim turib qoldi. Ko'diq bizga milliy yoki diniy nuqtadan yamanchiq odamlarimiz xiyonat qiladilar. Ochiq qilsak, ziyolilarimiz xiyonat qiladilar. Vatanda Xitoyga ishlaganlar shu. Ochiq deyam demaydilar ki kim mayli bu gapim sirq chiqib kelsin mayli. Vatanda 2016gacha Xitoyga tamoman ishlaganlar shu. Nurg'un xalqimiz xiyonat qiladilar Xitoyga saqchilab ishlaganlik, amaldorlar ishlaganlik, har xil sohada ishlaganlik. Bilishimcha birdan bir xiyonat qilmagan soha diniy soha, diniy ilmiy soha. To'g'ri, diniy sohaning nurg'un xatoligi bor. Diniy sohaning nurg'un xatoligi bor. Mayli uslub jihatda, qaror olish jihatda, qadam olish jihatda nurg'un xatoliklari bor. Lekin
bir xatolik yo'qki, xiyonat yo'q. Bizning diniy odamlarimizning ichidan, olimlarimizning ichidan elhamdülillah necha yillik kesildi, necha yillik turmuqqa tushdi, xiyonat qilganlari asosan yo'q desak bo'ladi. Anda o'g'anikin boshqa sohaning odamlarini biz degandek foydalanamiz deb akilib o'zimizdan bir ojizlik nuqtasi paydo qiladigan bir ish bor ekan. Shunga qanday qilamiz desa, mening kalam qildig'ini shu. Diniy sohadagilar o'z ishidan har turli sohani yetildirish kerak. Bu deganlik bir axunum yoki bir olim, bir mollam boshqani o'qisin, o'qib olmaydi. Anda addiy narsa emas. Ya'ni bizning bolalarimiz bor ya, sizlar bizning bolalarimiz bor ya, sizlar bizning bolalarimizni pokiz odam yo'q o'rtada. Diniy sohadagi odamning bolalaridan pokiz odam bo'lmaydi mencha. Mening tushuncham shu. Shunga diniy sohadagi odamlar bolalarini har sohada o'qitishga favqulodda kuchash kerak ki olimning bolasining ichidan xalqaro siyosatni tushunadigan siyosatchilar chiqsin. Diniy olim ulamoning bolalarining ichidan xalqaro iqtisod maskalagudek saviyadagi odamlar chiqsin. Va boshqa soha, san o'qilsam, askariy sohada odam chiqsin. Harbiy sohada odam chiqsin. Har xil soha bizning ishimizdan chiqsin ki dushman yujuq topolmasin. Va bizning ishimiz ma'lumot jihatda mo'l bo'lsin, aql ombalar jihatda mo'l bo'lsin qarindoshlar. Shu. Andakin avtor birinchi saviyani güzel bir nima bilan shakllan tushuntirdi. Ya'ni falsafalashgan va bizni ikkinchi bosqichga o'tkazadigan bir turtkuladigan seviye. Birinchi seviye shu, birinchi bosqich shu. Buningda 3 nokta. Birinchi islomning takomul, mukammal bo'lgan bir tasavvuri. Chunki bak muhim nokta bu şu. Diqqat qildinglarmi? Bizning millatimizning eng pasiqlarma bir ishga qatnashishdan ilgari diniy jihatda to'g'rimi xatomi bu ish deydigan bir oddiy o'smi bir savoli bor. Mana tushundinglarmi qarindoshlar? Shuni ibodatning degan yerim shu. Düşman hücum qilib bo'lguncha o'zimizning ichidagi ba'zi kaltfam odamlar yoki ishning beshida har qanday ish deganga hasad qiladigan o'zining navbatdagi qachisining o'lib ketishini xohlamaydigan odamni hücum qildi emasmi? Din nuqtasidan turib hücum qildi qadam. Shunga planlangan bu planga dinning mukammal bir tasavvuri uyg'unlashishi kerakki, har bir qadam bosqichning dindan kuchli bir dalil paketlar bilan chambarchas bog'lanish kerak. Ya'ni ma nuqtadan ojizlik qo'ymaslik kerak. Ikkinchisi güllenishning, uyg'unishning, qo'pishning, nahdatninki bir tasavvur bo'lish kerakki, qancha bekatlik yo'l, nerede tushimiz, nerede damalimiz, başlangıç noktasına, ahir noktasına. Bu nokta iniq qilish kerak. Üçüncüsü, davr bilimlarining tasavvur bo'lish kerak. Ondan keyin nahdat haqidagi tasavvur inson ma'lumotni tajribasiga munosabatlik taraflari bor. Ondan keyin bunda aktiv dunyoning bir qonuniyati Alloh belgilagan bayatni degandek. Bu qonuniyati buni bir xulosalash bosqichlari bor. Mush noktalar hammasi kallamizda aydınlab ketsa, bence ikkinchi namunadagi birinchi bosqichni tamomlagan bo'lamiz. Biroz yo'limiz qanday qiladi, echiladi qarindoshlar. Shuna olganda bugungi darsimiz azroq azob qoldi deb o'ylayman. Vaqt qisqarib qoldi, soat 8 bo'lib qoldi. Ikkinchi saviyani o'qitamiz deb o'ylagan. Bence to'xtayli. Kelar soatlik darsda o'qamiz inshaalloh. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.